Hammaga salom. Sizlarni Dead Doing kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun biz Resident Evil'ning ikkinchi qismini davom etamiz, ya'ni o'sha remake'ini davom etamiz. O'tgan qismda axiri bosh qotirmani topdik hamma yo'llarini. Yana bitta bosh qotirmaga duch keldik. Endi bu bosh qotirmani topishimiz kerak. Aytgan boshdan sizlarga bir iltimosini aytib qo'ymoqchiman. Kanalga podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin. Videolarga like qo'yinglar, kommentariya qoldiringlar va kuzatishda davom etinglar. Men esa yana qo'rqinchli xonalarga kirishni davom etaman. Qani endi nima chiqar ekan? Bu nima bu? Zombi o'tibdi. Utilizatsiya. Ключ от патрульной машины. Bu ne ekan? Bu koробка ochiladimi? Mana ochilar. Okay. Kalit singan lekin. Parkovkada, значит, parkovkada nimadir bor dedim. O'sha narsaniki bor. Nima ekan bu? Здорово, мальчишки и девочки, это ваш второй енот из зоопарка реконструкция встречи. Хочу рассказать вам кое-что. Купил себе енота, который се отнесет от мялого высла. После никогда не поступайте. Nima endi bu? Qanaqadir Mr. Yenot. Yana qizil eshik. Kalit top shart lekin. Mr. Yenot. Nima bu? Mayli, men tiriladim. Tirilma. Opa. Ikkita ekan bular. Hozircha jim bular. Yaxshi, patron. Bo'ldi, ishonsa qolmadi. Endi ketishimiz mumkin. Bular tirilmadi. Eng qizig'i tepaga chiqadigan yo'l topishimiz kerak. Tepaga qanaqasiga chiqishimiz mumkin? Bu eshik yopiq. Voy, men itlar chiqsa kerak, menimcha joy qo'yilgan ekan itlar uchun. Zombilar ovozimi? Voy, bilin. Bu конечно, mana pitomnik itlarning joyi bu. Nima deydi anaqa itlarni? O'sha militsiyalarning iti. Chiqadi o'zi. Qayerdandir chiqadi bular. Nima ekan? Bu koridor toza. Mana bu joyga kirishimiz kerak endi. Voy bilin. Ochadimi bu? Ikkita ekan.
Iya, блин. Tirilmasa kerak qaytdi. Yaxshi, qachab ikkitasini tinchitdik. Endi mana bu. Nima itlarni o'ldirishdan xursand emasman. Lekin bular o'sha it ham emas, zombi. O'zim boshqa qolmadim. Voy, блин. Uchtasi anaqa edi. Gap anaqada nimada qolib ketdi lekin. Itlarni xonasida nimadir qolib ketdi. Nima bor bu yerda, nima bor? Mana 1 2 3 4 5 5 ta it anaqada hozir tashqarida. Men bilan bor ekan, voy, блин, shuncha it tashqarida. Звездец. Patron. Bo'ldi. Voy, блин. Nimani o'zi etu? Mana bu joy ochiladimi? Da, ochilar ekan. Mana bu joyda hech narsa yo'q. Mana bu ishlaydimi? Hoppa, ishladi. Ana o'zimizda qopti, yaxshi. Morgga ham kirib chiqaylik qani, voy, блин. Morgda nima bor ekan qani? Конечно, men tirilish kerak. Protokol. Hoppa. Hoppa. O'chilar ekan. Серьезно? Gul ekan. Yana o'chiladimi? Gul bizaga kerak bo'ladi. Qanaqadir smes tayyorladim hozir. Nima chiqadi? Voy, блин. Tarakalla. Namuncha katta bular. Qanday chiqar ekan? Ochilmadi boshqa. Yana nimadir bor, morgda yana nimadir bor. Nuka. Bu ham ochilmadi optikachi, mana. Voy. Zombimi bu? Точно zombi. Zato granata bor ekan. Tinchgina nima qilamiz? Kirgizib qo'yamiz. Yana nimalardir bor. Yana nimadir bor. Nuka, давай. Oxirigacha ochilmadi. Voy, блин. Menga kerak nimadir bu? Murodi yo'q. Mana shu qilib qo'yaylik.
Almatirilmadimi? Yo'q, yotibdi. Bu yerda-chi? Bu yerda nima bor? Bu yerda ham yo'q. Nima bor yana? Mablag' mayli, kelinglar. Polni ochamiz. Nima bo'larkan? Bular ham biladi qayoqqa qo'yishni. Nima u? Серьезно? Kalit topildi, kalit. Voy blin. Voy blin. Va bu ham turdi. Дерьмо! Да. Blin. Bu hali ham yuribdimi? Давай, yaqinroq. No. Молодец. Yana. Prikol. Mana ishlamaydi. Aslan kalit topdik, mana bu yoqda hech narsa yo'q ekan. Ili bo'lma. Mayli, ochib ko'raylikchi. Yo'q. Mayli, yopamiz. Voy, blin. Aslan kalit topdik. Bubnovaya dверь. Qanaqa kalit bu? Ketdik, o'sha joyni ochamiz. Mana bunaqasiga kirishimiz kerak ekan. Ketdik. Nimadir chiqmasa kerak endi. Endi chiqadim. Nifiga себе. Mavuz keldi. Oldinda ekanlar. Bu o'yinda shu narsani bildimki, yugurmasdan sekin harakat qilish kerak ekan faqat. Серьезно? Ular turdi. Mana xonani endi ochsak bo'ladi. Rahmat. Bu xonada nima qiziqarli narsalar bor? Nuka gul bor ekan. Bu gulni qo'shib bo'lmas ekan. Yana nimalar bor? Plyonka. Как раз kerakli narsa. Ularni oldidan o'tib ketishimiz kerak. Bu narsa qilib. Qani ular? Mayli. Men ketdim. Qaysi tomon ketish kerak edi? Adashmam qoldi odamlar. Bo'ldi. Bularni joydan o'tishimiz kerak. Menimcha hech narsa hozir yugurib chiqib qolmasa kerak. Morgga kiritdik, mana bu joyni ochdik. Endi bu yerda ekan.
Bu qanaqa joy? Buni bilmaymiz qanaqa joyligini. Lekin mana bu yerda ikkalasini birlashtiradigan narsani topdik. Biling, zombi bor ekan. Mayli, nu-ка porox. Уже porox uchun biling, o'zi joy qolmadi. Серьезно, joy qolmadi uchun. Коробка. Mana использовать qilishimiz mumkin ekan. Bu nimadir? Защита paydo bo'ldi bizda. Qanaqa защитаligini bilmadim lekin. Nima ekan bu? Otish mumkin. Небольшой. Nima? Elektroshitka aytgancha. Bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi. Shu yo'lni tozaladik. Zombini ovoz keldi, lekin o'zi qani? Nima ekan bu? Bu ham bitta bosh qotirma, kichik. Опа. Yaxshi. Nifiga. Vuy bo'ling. Turma. Yalabım. Buni tinchlik bittasini. Eslaringizda bo'lsa, anaqa 5 ta anaqa bor edi. Kletka. Itlarniki. 4 ta qoldi. Shuni o'zi it. Bo'ldi. Pustoy. Biling. Вообще. Ёплю. Сука. Bля. Qani? Voy, mamam tomondan keladi. Shunaqami? Нет, что-то tinchidi. Блин, qaysi eshik ochilgani esimdan chiqib qoldi men. Mana bu yerda aylanib kelishimiz kerak ekan. Ну, конечно, hozir hamma itlar chiqadi-da, точно. Patron qolmagan. Ну, пофиг, ketdik. Biling. Bulu. Yaxshi. Yaxshi.
Хотя бы nimadir. Ha, uni. Voy, patron qolmadi. Voy, biling. Suka. Uyladimi? Ya o'lchilgan ham qo'rqinchli emas o'zi. Men paydo bo'lish po'sta qo'rqinchli bilan. Давай, pichoq olamiz. Pichoqni olib bo'lmas ekan. Voy, biling. Серьезно? Nima qilish mumkin? Серьезно, nima qilsa bo'ladi? Nima qochamiz? Boshqa iloji yo'q. Faqat qochamiz. Voy, bular. Qochamiz. Mal tomonda ekan. Berlin. To'xtaylar, parkovka. Voy, bilim. Parkovkadan itlarmi? Ketgan eshik ochildi-ku, o'shanga borishimiz kerak. Eng yaxshi yo'l shu. To'xtaylar endi. Hozir zombi chiqib qolsa nima qilaman men? Tepaga chiqadigan yo'l. Yaxshi. Saqlanib qiladigan joy и Опа. Elektrический detal. Elektrический detal bu bizga kerak. Revolver lekin bizda yo'q. Хотя бы nimadir. Как раз kerak edi. Endi saqlanib qilib qo'ysak bo'ladi. Bu shlyapa kimniki ekan bu shlyapa? Qo'shig'ini eshitib tinchlanaylik. Вообще. Жесть. Слишком блин. Manimcha lecheniy sprey bizga kerak bo'lar ekan. Burodi kerak bo'lmaydi. Kerak bo'ladi. Tamam, lekin qizil tosh nima kerakligini hali bilmadim. Plyonka anaqaga tepaga chiqib olishimiz kerak. Plyonkani ishlatish uchun parkovkaga tushish uchun esa bizga patron ko'proq kerak. Mana xarid qilsak bo'ladi. Mana bu detal kerak bizga. Mayli, ketdik endi. Mayli, zombilar kelishi mumkin. Voy biling. Yana kerak ekan. Bunda ham kerak. Voy blo. Voy biling, yana bitta.
Блин. Hammamni ishlatishimiz kerak. Hoppa, pichoq kerak. Ye. Какого хуя? Voy, блин. Nima bu? Nimalar bo'lib ketdi? Nima? Черт! Серьезно? Ay. Блин, tinchidi. Серьезно? Patron qolmadi. Дальше что? Onasining. Mana buni. Bu chetga anaqa yon bolalar biladi-ku, ikkida o'qisa agar o'qituvchisini chetga uglga qo'yadi. Voy, bular mana yantirildimi? Uglda turibdi-da bu. Ham tezlik bo'lmaydi, afigit. Hammadir bor ekan mana bu joyda. Voy bulyo. Hayvondan paydo bo'lib qoldi bu. Buni qochish kerak. Серьезно. Серьезно qochish kerak. Qochib, saqlanib qilishimiz kerak o'zi bor. Nima xaranilishini ko'raylikchi. Hozir bemalol men bilan olib ishlatishim mumkin, to'g'ri. Sizlar aytishlaringiz mumkin, "Nimaga ishlatmayapsan?" deb. O'yin unchalik qiziq qolmaydi, lekin как cheatersdek bo'ladi bu. Patron kerak bizga. Plyonkani borib ishlatib ko'rishimiz kerak. Safayt qilamiz. O'ldim bu. Bля. Марвин! Bля. Черт! Zombiga aylanibdi-ku bu. Marvin o'zi vaqtim yo'q to'g'risi, lekin. Дисковый замок. Mamga kelishimiz kerak. Bu ne? Da. To'g'ri, mana shu. Marvin, uzr. Hozir vaqtim yo'q. Mana bu yerdan ketsa bo'ladi. Da. Yaqin yo'l. Qani bu yo'lda nima bor ekan? Poriq. Lekin faqat bitta manda hozir poriq. Bu narsa nimaligini bilaman. Bunqa ichida nima bor ekan? Ketdi. Ana. Ye, 1 2 3. 1 2 3. Ne, 1 2 1 2
Qarashdim. 1 2 1 2 3 4 5 qarashdim. 1 2 1 Mhm. 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 И па-пам, па-па-пам, па-па-пам. Ну-ка. Опа. Knopka. Knopka. Bu bizga kerakli narsa bu. Bilasizlarmi qayerga ketishni? Bilasizlar. Комната... birinchi etaj dedim. Комната хранилищеga boramiz. Давайте. Bu kalit hali bizda yo'q. Rozvi kalit yana qayerda ishlatishimiz mumkin edi? Uchinchi etajdan. Yo'q, uchinchi etajda yashil edi kalitimiz. Astamnoy nimagadir erishdik. Endi plyonkani ishlatishimiz kerak birinchi o'rinda. U uchun birinchi etajga tushib, mana bu joyga kelishimiz kerak. Ikkinchi etajda nima bor yana bizda hozir? Bunda olib qarasa, boshqa narsa yo'q. Ketdik. Birinchi etajga tushamiz. Undan keyin bizani hozir Marvin kutib oladim. Marvin pastda yuribdi. Biza hozir pastga tushib mana Zapadniy ofisdan o'tishimiz mumkin. Va ketdik. Marvin, uzr. Kechirasan, seni o'ldirishga patronam yo'q даже. Zapadniy ofis mana bu tomonda ekan. Bilmayman, Marvin o'sha tomonda. Ushlamasa bo'ldi mana hozir. Marvin orqaga qarama. Rahmat. Endi mana bu joydan boramiz. Voy, buling. Voy, buling. Bля, kirib bilmasa kerak-ku. Fu. Buling nima ekan deyapman ha. Вот fit. Sumka kerak bizga. Yana nimalar bor edi? Sumka. Qani. Porох. Давайте porохni ham olamiz. Qani, bu 2 ekan. Endi qaysilarda narsalar bor edi? 206 emas, 209da. 208da ekan. Bo'ldi. Sumka yana bitta, yaxshi. Или yana bitta emas. Adashdim. Endi porokni olamiz. Ana undan qochish kerak bu narsa qilib. Tamam ham bo'ldi. Tozalandi. Ana endi mana bu xonaga kirishimiz kerak. Qanaqa qilib kirishimiz kerak lekin eng qizig'i.
Bu xonani hozircha qo'yib turaylik. Unga borishimiz kerak. Ikkinchi etajga. Mana bu tomonga borishimiz kerak. Уже anaqa bor-ku bizada ruchka. Da, ketdik. Lekin chiqishdan oldin primoy mana bu xonaga kirishimiz kerak. Западный ofisga. Voy, bile. Yaxshi uspet qilmadi. Ulgurmadi. Endi Marvinni tinchitishimiz kerak bu yerda. Marvin, rahmat senga yordam berganing uchun. Lekin seni tinchitmasak bo'lmaydi. Блин. Uzr, bratан. Я покончу с этим, лейтенант. Обещаю. Naqa. Saqlanib qilish esdan chiqmasin. Хранилищеda bizada nima bor? Mana gulli olishimiz mumkin. Лечебный spray. Kerak bo'ladi bizga. Voy блин. Laboratoriyaga kirmadim-ku men. Yana qaytishimiz kerak ekan. Zato bizada лечебный spray bor. Kerakli narsa. Mayli, yana bir yuguramiz. Laboratoriyaga kirishimiz kerak. Laboratoriyaga kirish uchun chiqib to'g'riga, o'ngga to'g'riga ekan. Sekin yursam bilmasa kerak-a? Ile biladim. Burodi bilmadi. Mana chiroqni o'chirish kerak. Ana endi plyonkaning shkafchik на третьем этаже. 3-chi etajdagi shkafchani kodi mana shu ekan. Desam. Esdan chiqmasin. Yana bir marta saqlanib qilamiz. Endi 3-chi etajga bir nima qilib chiqishimiz kerak. Sekin. Hamma eshitmasin. Jim. Tella. Ikkinchi etajda yana nima bor edi? Mana bu tomonda edi u. Adashib ketdim yana. Mana shuni otishimiz kerak edi. Mana bunaqa EN. Yaxshi. Voy. Keraksiz narsa. Блин. Bilmadim. Qanchalik kerak edi bu menga? Bo'ldi. Mana bu joydan yo'lni qisqartirishimiz mumkin edi. Xona через kutubxonada. Adashmasam. Ana monster chiqmasa o'zi. Voy блин. Mana lekin tinchitishimiz kerak. Nima bilan bilmadim. Sekin yursa biladimi?
Yugurmasak ham. Yo'lni yopib qo'ygan ekan lekin bu. Bilin. Voy bular. Voy bular. Voy bular. Voy bular. Qochishimiz kerak endi. No Leon. No PPX. Shu yerdan birinchi etajga chiqsak bo'ladi. Endi men birinchi etajga kerak emas. Anaqaga borishimiz kerak edi. Mana bu joyga. Ketdik mayli. Keyin saqlanib qilamiz. Borib anaqani ochgandan keyin. Mana shu yerda edim. Da. Mana bu parollar, значит, hammasi anaqada ekan. Plyonkalar bo'lar ekan. Plyonka topishimiz kerak faqat biza. O'shanda kodlarni ochishimiz mumkin. Zamoklarni to'yis. Ishlatamiz. Rahmat. Yaxshi, bu tomon ochildi. Tomga chiqishimiz mumkin. Mana buni yo'qotishimiz kerak. Hali bu boshqacha kalit ekan. Pastga tushish kerak, endi tepaga. Koridorda yana nima bor? Nimadir bormi? Pastga tushib ko'raylikchi. Pastda. Voy blin. Voy blin. Bo'ldi, tushunarli. Men boshqa joyni topib oldim. Bu yoqda nima bor? Ammo olish mumkin emas ekan. Sindiradi hozir, точно. No? Ama yaş. Vay bile sindirdi. Patron. Ne patron emas, porx udash. Bizda boshqa porx yo'q. Imam yashil kalit bilan yurakchalik kalit kerak ekan, qizil. Olay Joning. Что за? Bo'ldi. Yiqilamiz. Endi qochamiz. Bizda taxta yo'q. Endi menimcha tepaga chiqishimiz kerak. Patron ham kam. Men hachabi dробовикda bitta bor ekan. Ikkitadir. Pistoletda ikkita. Как раз mana bu kerak edi.
Pastda ishlatishimiz mumkin ha buni. Da keraklar mana pastni yopib qo'yaylik. На всякий случай. Boshqalar kirmasligi uchundir. Ketdik endi tepaga. Qani bu yoqda bizadan nima kutmoqda? Yana bitta shlyapa. Rahmat. Yana nimadir bor. Nu-ka. Granata. Joy qolmadi. Qaysi eshikdan chiqishimiz kerak endi, eng qizig'i. Bu qanaqa eshik? Восточная кладовка ekan bu. Yo'q ekan. Voy bilaver. Да что за... Серьезно? Voy ikkita ekan bular. Voy biling. Patron ketdi. Da joy ham yo'q do'st. Не, серьезно. Nima kerak ekan? Nimagadir kerak, lekin joy yo'q. Berlin. Ikkita joyni olar ekan do'st. Patron. To'xta, tushunmadim. Bizda joy bor ekan. Bizda joy bor ekan, qo'shimcha. Hayrimda joy yo'q. Mana. Lekin buni ishlatish kerak qayergadir. Shunaqa? Shunaqa. Yana eng qizig'i menga xiran elish kerak. Qizil kalit kerak. Voy biling. Lekin tepaga chiqib oldim to'nga. Qursib bo'lmas ekan. Nima kerak emas bizga? Patronlar revolver bizda yo'q. Nimani tashlashimiz mumkin? Mayli ishlatamiz. Sprey bizga kerak bo'ladi. Neymiş balkonda hech narsa yo'q ekan. Mayli pastga tushamiz. Uchinchi etaj uchun uchinchi. Vertolyot mana bu yerga kiribdi. Tushunarli. Mana bu nima ekan bu?
Mana o'chirishimiz kerak ekan. Lekin qanaqa qilib? Qanaqa qilib o'chirishimiz kerak? Men qizig'i. Nima bu? Bilin, eshikmi? Voy, bilin. Не, серьезно, офигеть qilgan bular. O'zi patron qo'ymagan. Oyoqdagi qaraymiz. Ay. Tursi, anaqasi ko'k ekan. Ну ты и гнида. Блин, patron tugadi. Ko'k ekan. Ey, офигеть. Mayli. Saqlanib qilish uchun joy yo'qmi? Nima joy? Kosyolniy ekan. Porov. Опа, хотя бы nimadir. Yana nimadir bor. Значит. Hoppa, kalit. Voy. Oson bo'lib ketdimi deyman uchun anchagina. Oldinga nisbatan. Хранилище tashlaymiz. Men nimaligini bilmadim, lekin kerak bu. Nima uchundir kerak bo'lishi mumkin. Lekin bilmadim. Mana bu kalit kerak menga qizig'i. Xranilishga tashlab qo'yaylik. Mayli, saqlanib qilamiz. Shu bilan sizlar bilan keyingi qismda ko'rishamiz. Bu qismni tugatsak ham bo'ladi. Hammaga rahmat. Oxirigacha ko'rganlarga alohida rahmat. Kanalni kuzatishni, podpisatsiya bo'lishni, kommentariya qoldirishni, like bo'lishni esdan chiqarmanglar. Shu bilan keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar. Sizlarni kutib qolaman keyingi qismda.